Nima sababdan qamalgansiz? Hozir kimdir faxrlanibdi, qamalganni gapirib chiqibdi deyish mumkin, lekin siz savol berganingizga men javob beraman. Bu narsa hamma ham qamalib chiqishi mumkin. Любой bir kuchida ham bog'lab qo'ysangiz 10 yil ham 15 yil ham o'tirib ketishadi. Srokda qanday emas, qanaqa o'tirib chiqilganiga qaraydi deydi-da. Birinchi sudimizda 2 yil 6 oy srok oldi. U yerdan chiqdim, o'zi ko'p narsani o'ylamadim, короче. Hech narsa emas ekan, короче. O'zi ikkinchi marta keldim 3 yil 6 oy. Bilamanki, menga o'zi og'irlashib ketyapti bu narsa. Ayb qildingmi, jazosini berasan. Sen kim bo'lishidan qat'iy nazar. Qonuniyat hamma javob beradi. Zonaga bo'lgan paytim Sevdankaga onam keladi. O'rtoqlaring yaxshi chempion bo'lib ketdi, bolam. San ham ko'chaga bo'lsang, ana shunaqa chempion bo'lgan bo'larding degan narsalarni bergan vaqtda men onamni tizzalariga bosh qo'yib, ona, sizning o'g'lingiz inshaalloh sizga aytaman. Butun O'zbekiston emas, butun dunyo taniyotgan o'g'il bo'ladi. Faqatgina afsuslangan narsam onamni ko'z yoshini to'kkanim uchun, sochlariga oq tushirganim uchun afsuslanaman. Boshqa narsaga afsuslanmayman. Menga gapirgan yo kimdir meni onamni so'kkan, kimdir meni chestimga teggan, har bitta qilgan urushimga ham, har bitta qilgan narsamga ham o'sha uchun qamalganman. Lekin meni orqamdan shuni bilib qo'ysingki, hamma mujik ona qiynaladi. Faqat shu onamni qiynalganim uchun men afsuslanaman-da. Jasot aka. Shuni qamalib qoling aka. Siz uchun hech kim turib bermayotgan vaqtga, sizdan hamma o'zini olayotgan vaqtga, shuni onaga telefon qilib, ona, men o'rnimga siz o'tirib berasizmi desa, ona ikkilanmas ha deydi. Aka, vallohi bittagina ona, aka, xo'p, balam sen uchun o'tirib beraman deydi. Agar birgina o'ylov bo'lmasa aka, agar seskanish ham bo'lmaydi, o'ylov bo'lmaydi. Faqatgina u narsani ona ayta oladi.